Ajab qatdi bu bosh, ajab qatdi. Qanaqa saqla? Shundaymish. Dehqonlar bek ulug', bek yaxshi bir xil odamlar kelib o'ylab qolgan. Cumhuriyet'in şu üzerinin dehqonning bo'lsa o'g'limdan shunda faxrlanib ketman. Nimishqa deysan qara. Dehqon bo'lgan, o'zi ishlab, xolis ishlayotgan, xolis yotadigan. Lekin Japonning tatqanini tatitgan. Qachon yag terib qo'ygan ekan, qusqmash qilaman deb buni bek andish qilib ketmaydi. Ziyon tatib ketamanmi degan o'ylayman. Lekin yangi bunda bir tarafdan qaraydigan bo'lsak, eng bichor narsa bu dehqonga. Muşunda capa tatib qara. Capa tatib muşuncalar yan terib aram bir musul olaydiganda ya osmondan daran tulchib ketadigan. Ya bu musulliqi hasharotlar yeb ketadigan ziroatlarni bo'lmaydi. Shuning ham chidaydi emasmi dehqonlar? Endi buni mushunchilik dehqon chorvachilarimiz mushunda savizini terib buni ham qanday besiqtirma deb balki. Bular xaridor manbasi yo'q bularning. Ama musavizini hamza o'xshabdi deymiz. Lekin polo aytib butun oshqolar sotadi, hammada polo yeydi. Mushunda savizini ham terib nega sotaman degan o'ylab boshlari qatib ularning. Ay tuqallar, mushu dehqonning bolasi bo'lsangiz, dehqonni hurmatlaydigan har bir qarindoshlarimiz bo'lib qolsangiz, mushu filmga bir tal haqsiz yurgingizni besib o'tib, gapimizning davomini tinglagan bo'lsangiz, Muşunda savizdan bizdagi Avotnoyimizning G'orochul bozorida mana 100 ming savizli bor ekan. Mana buni julvoq o'xshaydi sajid deb qolmanglar. Bakpakiz mana. Mana muşunda julg'on bir saviz mana bakpakiz savizdan saq 100 ming saviz bor. Ya bu ishkonchi maqazgan ang'ir so'ng'ir maymoq üst qo'ygan yadroq ketadi buncha. Bunun üstüki şikerdek tatlı ya bu. Polo Esinbek o'xshaydi-ku mana tatlı savizda. Dehqonlarning emgigi uchun, dehqonlarning hurmati uchun haqsiz yurgingizni besib o'tib, saviz olsam bo'ldi deydiganlar bo'lib qolsanglar, 100 ming saviz bor ekan Avotnoyi G'orochul bozorimizda. Biz bu xabarni anlab, ham shu bir setlib qolsa dehqonlarning ajri uchun deb keldik qo'ymaydi. Aloqa qilish telefon numarimiz 187 99 94 88 84. Aloqa qilsangiz bo'lgan. Undan boshqa şu şehirlerdeki sepi pas qilib do'stlarimiz bo'lib qolsa, ishkirolgilar yo'tkaydiganlar bo'lsin-mu-chu? Bo'laverdi-ki 10 ming olamsiz, 20 ming olamsiz, 30 ming olamsiz, qanday qilsangiz, hamma ko'rib. Hammasini olsingizmi? Hammasini olaman. Lekin savil haqiqatan bek o'xshabdi. Shomush filmni tatib qoldik. Yana desak, yana shu gap. Dehqonlarning ajri uchun haqsiz yurganlarni besib o'tib, boshqalar finshon dezaq taqib qo'yishni unutmanglar. Müşondaq bir o'xshagan savizni epsatsam bo'ldi, foydalansam, pul topsam bo'ldi. Bir ancha-muncha bir o'yaga olib bir satsam bo'ldi deydigan bo'lib qolsanglar, bizlar aloqalasangiz bo'ladi. O'rnimiz G'orochulda ortiq gapni qilmayli. Haqiqatan dehqonlarniki shu manfaat uchun endi desam, men shu gap. Oldiganlar bo'lsa chiqsanglar bo'ldi-ku. Xo'sh.